Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, shovqinga e'tibor bermaysizlar. Endi mana BMW X5 oldi oynasiga himoya labovoyga o'sha himoya plyonkassini qilish jarayonini namoyish qilyapmiz. Bunda demak ikki xil plyonka bor. Mana bu tekis oyna hisoblanadi. Tekis oynalarga hozir aynan shu BMW X5 oynasiga birinchi mana turdagi ikki xil bo'ladi. Shu plyonka mana bu ko'proq qattiqroq bo'ladi. Egiluvchanligi, cho'ziluvchanligi kamroq bo'ladi bu plyonkada va fen usuli bilan yopishtiriladi, fenni ishlatiladi. Ikkinchi xil plyonka bor, u ko'proq dumaloqroq labovoylarga ishlatiladi, cho'ziluvchanligi yuqori bo'ladi unda. Endi mana bu hozirgi ko'rib turgan plyonkani xizmat muddati kamroq bo'ladi, lekin o'sha qarshiligi, himoya darajasi yuqoriroq bo'ladi. Shu bitta ikkita kattaroq toshlar tegsa ham ichkariga labovoyga o'tkazmaydi. Endi ikkinchi turdagi plyonkani ham bir qachondir olib namoyish qilamiz. Unda demak u plyonkalarimizda fen ishlatilmaydi, cho'ziluvchanligi yaxshi bo'ladi va uni xizmat muddati biroz ko'proq bo'ladi. Masalan, bu turdagi plyonkaga biz 1 yil va undan yuqori, eng kami 1 yil xizmat kafolatini bersak, u ikkinchi turdagi plyonkamiz 3 yildan beriladi, 3 yilgacha. 3 yildan va undan yuqori o'zi asli. Endi bu albatta foydalanish, ekspluatatsiyaga ham bog'liq. Misol uchun mana bu mijozimizni aytishi bo'yicha shu 1 yildan ziyodroq vaqtda qilingan plyonka, lekin shu mashina muzlab qolgan, qor tushgan, keyin o'sha oyna tozalagichlarni yoqqanda plyonkani ust qismini shilib tashlagan. Endi agar siz endi o'sha qoida bo'yicha qor yog'ganda shu tozalagichlarni ko'tarib qo'yib, qor yog'ganda keyin o'sha vaqtida uni tozalab, qorlarni ustidan tushirib, muzlatmasdan agar shunaqa foydalansangiz, unda albatta xizmat muddati 1 yildan ham yuqori bo'lishi mumkin. Endi agar puliga keladigan bo'lsak, bu demak tekis simo oynalarga cho'ziluvchanligi pastroq bo'lgan plyonkalarimizni narxi 200, lekin narigi cho'ziluvchanligi yuqori bo'lgan va xizmat muddati ko'proq bo'lgan plyonkamiz 300 gacha bo'lishi mumkin, o'sha $300 gacha. Endi bu xizmat muddati kamroq bo'lsa-da, demak himoya darajasi kuchliroq bo'ladi. U cho'ziluvchan plyonkamizda, unda cho'ziluvchan plyonkamizda biroz xizmat muddati ham yuqori, lekin qarshilik qilishi, o'sha himoya darajasi pastroq bo'ladi. Chunki plyonkani materiali yumshoqroq bo'ladi, nimjonroq bo'ladi. Lekin shunda ham mayda va o'rtacha toshlardan, zarbalardan himoya qiladi. Lekin bu chala emas, bu ancha baquvvatroq hisoblanadi. Xullas, videolarimizni kuzatib boringlar, layklar bosinglar, tarqatinglar. Keyin men gapirib o'tdim.
kuzovga himoya plonkalarimiz bor. Albatta bunday qimmat turdagi avtomobillarga qilish talab etiladi, chunki siz sarf qilgan pulni bemalol oqlaydi. Sababi kuzovingizga albatta endi o'zi asrasa, kuzovingizga qirilgudek bo'lsa, o'sha lak bo'yoq qoplamasi zarar ko'rmaydi. Plyonka o'sha zarbani o'ziga olib ichkariga o'tkazmaydi va endi yengil shu vmyatina bo'lishi mumkin. U vmyatinalarni bo'yoqsiz holda PDR deyiladi. Shu PDR usulida chiqariladi va mashina, o'sha avtomobil nima deydi, narxiga ta'sir etmaydi bu narsa. Qolgan videolarimiz, bundan keyingi bo'lgan videolarni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.